birinchi marta promosiya qo'shildim. Juda xursandman. Voy, rahmat kattakon. Yaxshimisiz? Zo'r. Hormen, salomat bo'ling. Gulistondan salom. Assalomu alaykum. Opa aviatorga o'xshagan o'yin o'ynardilar. O'sha nima nom edi? Aviator nima u? Men o'yinim, siz aloqangiz yo'q. O'zim aytaman. Kuzatib borsin. Kokosh kuzatar ekansiz. Men tushunmayman unaqa o'yinlarni. Karam, qandaysan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz opajon? Assalomu alaykum. Qirg'izistondan salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Wow. Keldi. Wow, mana bu nima? Bu asartimi? Ha, asarti. Bering. Somsani qaranglar, somsa bo'lyapti. Kosa somsalar mana. Voy dod. Yana bitta konstitutsiyadan berib olding. Voy. Kelib, ovqatni kam yeydigan odamga asartilar qo'yishdi. Voy dod. Ana, boshqa somsamiz qolmagan ekan. Ha. O'shanga nima? Ozi bor edi-ku. Gap qopdi. Nima Men kichkinasidan bor ekan. O'sha bitta kichkinasidan. Manga manga. Bering kichkinasidan. Bitta kosa ham qo'shib o'tishmi? Bitta bering sharni kichkinasidan. Kosachi. Kosa bering. Qo'shing. Kosa ikkita langeta. Bitta kosa bitta langet. Langet nima? Langet. Mana ol. Siz O'zbekistonlik. Vohadanman lekin. Assalomu alaykum. Xorazmlarda kuzatamiz. Muxlisizmiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Farg'onadamisiz? Hozir aytdim men. Namangandamiz dedim. Namanganda. Grand Shirdor mehmonxonasida. Men yaxshi ko'raman bu mehmonxonani. Shu mehmonxonaga kelib joylashdik. Samarqanddan salom. Assalomu alaykum. Mazza qilib yuribsiz. Vashchi mazza qilib aylanib yuribmiz. Ishoninglar. Kokosh Farg'onani gapirmang deyishyapti. Nimaga? Buxoroga qachon kelasiz? Farg'onanimizmi xos? Bilmayman. Bunaqa tuhmat qilmanglar. Sog'indim sizlar, tezroq qaytinglar. O'zi Muniz biz bilasanmi nima bo'ldi? U sizlardan qochib biz viloyatga chiqib ketganmiz. Muniz sizlardan qochib biz viloyatga chiqib ketdik. O'zi bu gapni aytolmagandik sizlarga. O'zi aslida gugurt bahona edi, telefon bahona edi. Biz prosta qochib ketdik. Siz kimdan qochdingiz? Men uydan qochdim. Yana kimdan qochdingiz? O'zlari bilishadi kimdan qochganimni. Gugurt bahona 12 viloyatga sayohatga qochdim. 12 ta viloyatga sayohatga qochdim lekin. Chustga ham kelasizlarmi, xudo xolasa, balki borarmiz. Lekin biz erta Qoraqalpog'da barcha nomeringizni bera olasiz mumkin bo'lsa. 90li 993 1187. Barcha Qo'qonga ham kelasizmi? U Qo'qondan keldik. Chustga ham kelasizmi? Turkmanistondan salom. Assalomu alaykum. Vijdoningiz qiynalmayaptimi shu joyda? Voy, Muniz? Vijdon? Nima edi u? Komik o'tar. Hozir chiroyli bo'lib ketdi, rahmat. Kokosh, yaxshi bo'ldingizmi? Mazasi zo'r. O'qimayapsiz barcha. Nimaga o'qiyapman? Juda qarab ketibsiz. Rahmat, Mohidavron. Viloyatga chiqib ketdik deb toshkentliklar aytsa yarasharmidi? Iltimos sizdan Durbek 7222. Men Toshkentda yashayman. Hamma men. Muxlislar bu. Chista muxlis gapirib. Alo. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Biz erta chiqib ketamiz. Rahmat kattakon. Bo'ldi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ha. Salom. Effekt qo'ying. Nimaga effekt qo'yaman? Men borim shunaqa. Nima qilaman effekt qo'yib? Opa nomeringizni boshqatdan e'tibor olasizmi? 90li 993 1187. O'ynanib ketdi, yo salim.
Nima kerak? To'g'ri mana hech qanaqa effekt yo'q, hech narsa yo'q mana. Marg'ilonga ham kelmabsizlarda. Pompaloligingiz boshqacha edi. Mayli endi men shu turishdaman hozir. Assalomu alaykum, iltimos. Bunaqa narsalarga meni aralashtirmanglar, iltimos. Assalomu alaykum. Effektsiz ham chiroyli rahmat. Kimlar bilan o'tiribsiz? Yaqinlar bilan o'tiribman. Meni yozganimni ham o'qidim. Salom. Men Angrendaman. To'xtamadinglarmi? Yo'q, Angren to'xtamadik-da lekin. Gugurtni ter qilibdi. Yig'ilish qayerda? Shuni aytishadi. Andijonliklar otilmaydi. Yana bitta telefon bo'lyapti, endi bilmayman lekin. Oldin chiroyli ediz, rahmat. Kalta sochingizga qayting, uzr endi. Men mana shu sochni qolmoqchiman. Menga shu yoqyapti. Telefoningiz bomba tushadi endi. Mayli. Telefon qilib qo'shyapti, menga aloqasi yo'q. Telefon qilib qo'shyapti. Kokosh gide, kokoshutda. Assalomu alaykum. 90lik 993 1187 deb yozganmiz. Ya'ni kim bizni telefonimizni nimaga alishmoqchi bo'lsa, o'shalar aloqaga chiqsin. Assalomu alaykum. Yosh qizlar deb o'qib qolsa, voy, mashalloh, rahmat. Qanday oriqlardingiz? Nomeringizni aytib oling, nima qilasiz nomerim? Soch uladingizmi? Da, Timur sochini ulab qo'ygan, chiroyli qilib. Turmushga chiqmadingizmi? Yo'q. Feruza Normatovani kundoshi Shahlo menimcha Feruzani hayotiga aralashishga xabaringiz bor? Yo'q, unaqa narsadan xabarim yo'q lekin. Alo. Men telefon qilib qo'yishyapti, men tushunmayman. Shunga hammaga do'mbira aytib turmang, bo'ldi. Assalomu alaykum. Efirdan bormi? Yo'q. Bo'ldi, nomer aytilmaydi endi. Joshima dekini vala. Hoshima dekini vala. Bana. Turibdi bana. Ama buncha sevasiz pul efir qilishi? Menga yoqadi. Nimasi yoqadi? Men gaplashib o'tiraveraman mana shunaqa. Men вообще 2 oy deganda hozir qilibman, 5 umid qilib chiqib ketdim primoydan. Sen sabring tugab qoldi, lekin asabing ko'tarmay qoldi. Yo'q, sabrim emas. Menda umuman negativ unaqa so'zlayman, faqat salom berishadi. Kokosh mana ko'rsating mana. Men shu yerga 26-maktabning yonida xo'p bo'ladi, xudo xolasa. Kokosh uxlayaptimi? Mana yonimda. Uxlayman. Zaror. Kokosh jonim bo'lib yotibdi, bori. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Kokosh yaxshimi? Tushotdiki mana. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kokosh. Kokosh salom. Rahmat. Jizzaxdan salom. Jizzaxga ham salom. Men Kokosh ko'rsatdim. Nima gap? Bo'ldi, o'chib qoldi. Shomayapti shekilli telefonimiz. Antennamiz yo'q ekanda, lekin bu gaplashyapmiz-ku. Lekin gaplashyapmiz. Shuncha odam olsa kim bu o'ynaymizmi? Menga mana shunaqa telefon qilib qo'yib qo'yganlar, kecha soat 3 ta 4 ta telefon qilib qo'yib qo'yaman, aytib qo'yay. Strapchidan beri kuzataman deyishyapti. Nima qilaman telefon qilib qo'yib. Rahmat, Strapchidan beraman kuzatuvchilarim. Strapchidan beraman taniyman. Kokosh ismi nima deyishyapti? Nima? Kokosh ismi nima deyishyapti? Kokosh ismi Komila. Komila emas, Komila. Komila. Meniki Adimo. O'qimayapsiz, o'qiyapsiz. Alo. Assalomu alaykum aka, guduq tashlabsiz, sho'ng qaytib o'tdim. Assalomu alaykum. Nima sotiladiganmi? Aka, biz sizni reklama qilib chiqarmadik. Bizda sotiladigan mahsulotlar yo'q aka. Boshqa eshitdingiz. Adashdi. Ha. Barchim bir dona ham samimiy muxlis sevadi. Rahmat. Oldin kare sochi dahshat edi. Menga hozir ham yoqyapti shu sochim. Kokosh opajonim, barcha yaxshimisiz? Rahmat.
Ona qadar chiroyli juftlikda Barchin opa chiroyli bo'lib ketsin, rahmat. Nежный ko'kbosh. Napa? Chiroyli. Alo. ekan. Farg'onadamizlar yo'q, Namangan. Assalomu alaykum. Guluk tashlagan ekansiz, opa. Barchin opa yaxshimisiz, rahmat. Men barchani pay salomingiz bor edi. Bo'ldi. Nima salomingiz bor? Namanganda yozganlarim o'qimayapsizmi? O'qiyapmiz. Menga ham Opajonim 20 yoshli qizga ham oshqozon operatsiya, umuman operatsiya qildirmaydi. Diyeta ovqat bermay, opa non bermay yozadi o'zi. oshqozon qildirmoqchi ekanman. Ha, shu maslahat so'rayapti. Yo'q. Bo'lmaydi. Yo'q, opajonim, anaqa mehnat qildiring, non bermang, ozdiring. 6 dan keyin ovqat yemasin, shirinlik yemasin, 10 ming qadam 20 yoshli yursin. qizga kerak Necha kilo ekanlar? Necha kilo ekanlar deyaptilar. 90, ha, Oskar, 2 litr suv oson. ichib 10 ming qadam yursinlar har kun. Ha, oshqozon maslahat bermaymiz. Bitta oshqozon, liboy operatsiyaga, masalan, O'zbekistonda hech qanaqa operatsiyaga maslahat bermaymiz. Enel foydasi yo'q. Enel reklama qilmang. Lider iroda. Alo. Enel işte. Chin yurakdan Sog' bo'ling, opam, ishlayman. Rahmat. Nima edi?